O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib o'tishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 7, 8, 9 iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchi ham bo'ladi. 7-iyun kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, 8-9 iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 7-iyun kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 7-iyun kuni kechasi 20-25 daraja, kunduzi 25-30 daraja. 8-9 iyun kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 7-iyun kuni ba'zi joylarda juda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 12-17 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 7-iyun kuni 15-20 daraja, 8-9 iyun kuni 17-22 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.